Assalomu alaykum. Hammaga boshlagan kunlaringiz xayrli barakatli bo'lsin. Akşam aytdik bu puluqni ertang to'liq videosini qo'yamiz deb. Bu puluqimizni ko'pchilik biladi, ramlari usulinniy bo'lgan bo'ladi. Buni stoykalar ham usulinniy bo'lgan. Xudo xohlasa stoykalari uzun. Ana shudan ramadin 80 cm bo'ladi. Buni araligi 90 ga düzilgan 1 metrdan qo'ysam bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. New Holland 60-70 kami, Arion, MTZ Belarus 15-23'ler, 180-200 at gücüne deyim traktorlar dakaveradi bunu. Arasına ligrovki boğan hesabına. Ramlar usulinni. Alıp gitadigan zaxvatı 35 santimetrdan kami 50 santimetre deyin alış imkoniyati bor. Limkeli muhtolatalar qo'yilgan. Bu puluqimizning narxına keladigan bo'lsak, bu puluqimiz sotiladi. Narxi 65 milyon so'm. Şu narxning içinde dastavkasini içinde etib beramiz. Qalin listlardan ishlangan hamma joyi. Ikisini qalınlik.